Men absolyutno tavsiya qilmayman, chunki hozir juda ham ko'payib ketgan ekan. Именно sizni yuzingizni diagnostika qilib, sizga yuzingizni terisiga tushadigan har xil уходовый kosmetikalarni tanlab berishyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Diagnostika qilayotgan inson, ya'ni o'sha именно sotuvchisi hisoblanadi. U doktor emas. Qanaqa qilib sizni yuz terisini tushunishi mumkin? Birinchidan, o'sha продавец konsultantlarni именно shunga moslashtirib qo'yib qo'yishadi. Yuzi tinig'ini yaltirab turganini qo'yib qo'yishadi. O'zligi maslahat berishadi. Man o'zimda sinaganman, zo'r, mana yuzim yaltirab turibdi, sizga ham tavsiya qilaman deydi. Bu 100% tasdiqlangan, u как marketingda. Lekin ular sizni sharoitingizni bilishmaydi, sizni nima deydi, holatingizni bilishmaydi. Masalan, sizda qanaqa muammo bo'layotganini bilishmaydi. Va u tanlab bergan kosmetologический уходовый naborlar sizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men auditoriyamga shuni aytgan bo'lardim. Bunaqa narsalarga aldanmaslikka, onlayn har xil reklama qilingan mahsulotlarga qiziqmaslikka maslahat berardim.